Laylatul Qadr kechasining xos ibodatlari bor. U nima ibodat desa, olimlarimiz tavsiya qilib aytadilar, 2 rakat namoz o'qish kerak, nafl ibodat. Xohlagan suralarni o'qishlik mumkin. Va yolg'iz holatda, hatto oila, farzandlardan xoli bo'lgan uyga kirib, ya'ni o'sha bandani Allohga aytadigan gaplari bor. Ya Robbiy, mana shu holatlar bo'lyapti. Meni mana bu duolarim bor. Meni mana bu qalbdagi ilinjlarim bor. Ular xoli holatda qilinsa, Alloh taologa mahbub va inshaalloh qabulligi tez. Endi har qayerda o'rtoqlar bilan aylanadigan bo'lsak, u ibodatni qila olmaymiz-da. Shuning uchun eng mahbubrog'i nima? Tarovihdan keyin uyga boring. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyga borardilar. Ahli ayollarni turg'azardilar. Ular bilan birga ibodat qilardilar. Ularni ham ibodatga targ'ib qilardilar.